Sahaba, 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 sahaba. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom chakarlar guruhi tarafidan tarjima qilingan Payg'ambar alayhisalomning sahobalari nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari Mahmud Misri, Abu Ammar, Faziletlik Şeyh Muhammed Abdülmaqsud'un kiriş sözü. Bütkül mədhiyeler Allah'a xasdır. Biz Allah'ını maqtaymiz. Allah'tan yardım ve keçirim soraymiz. Allah'a sığınıp nefsimizden yamanlıklardan ve yaman emellerden panahlık soraymiz. Allah hidayet kılgan kişine azdırgıcı yoktur. Allah azdırgan kişine hidayet kılgıcı yoktur. Guvahlık vermen ki bir Allah'tan başka hakiki ma'bud yoktur. Allah yekki iganıdır. Allah'ın şirki yoktur. Guvahlık vermen ki Muhammed aleyhisselam Allah'ın bendisi ve elçisidir. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey müminler! Allah'a layık rəvişdə taqvadarlıq qılınlar. Fakat musulmanlıq halatınlar bilenla vafat bolunlar. Sura Al-İmran 102. ayet. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ey insanlar! Sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turguchidir. Sura Nisa 1-oyat. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ey müminler! Allah'tan korkunlar. Doğru sözünü kılınlar. Allah sizlerinin amelleringlarni tüzeydi. Yani sizlerini yaxşı amellerge muvaffaq kılıdı. Günahlarınlarını mağfiret kılıdı. Kimki Allah'a ve onun peygamberge itaat kılsa, katta muvaffaqiyat kazangan boludu. Sura Ahzab 70-71. ayetler. Maqsadga kelsak, sözden en rasti Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Yolun en yaxşisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlerinin yamini dinda yeniden peyda kılıngan işlerdir. Her bir yeniden peyda kılıngan iş bid'atdir. Her bir bid'at azgınlıqdır. Her bir azgınlık devzaxtı boludu. Umumen İslam tarixini ügüniş, xususan to'g'ri yo'ldagi xalifalar va boshqa sahobalarning tarixini ügüniş bo'lsa, ummatni qo'zg'atish yo'ldagi cho'ng bir qadam hisoblanadi. Chunki u musulmon ummatning qaytadan o'rnidan turib, g'aflat chang-tuzonlarini qiqishiga, shuning bilan o'zining shon-sharafini qaytarib olib, butun dunyo va oxiratning yaxshiligiga yetaklash uchun yana bir qaytim asliga kelishga turtki bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari butun insoniyat to'nigan avlodlarning yaxshisidir. Ular peygamberler ve elçilerden kalsıla, Parvardigorimning rahmetlari ve salomı ularga bo'lsin. Mahlukatlarning en yaxşısıdır. Ular Allah öz peygamberge hemrah boluş üçün tanlagan kişilerdir. Ular kechida ko'ngli en yaxshi, fikri en cho'nqur ve tekellufi en az kişilerdir. Keynida qolg'uchi oldiga o'tib ketkichining ortiqchiligini bilish kerak. Chunki biz yaxshi yetakchiga muhtoj bo'lgan davrda yashayotimiz. Shunga bu katta kishilarning to'g'risida kitob yozish ve ular tarix peshonasiga nurdan bo'lgan qurlar orqali yozgan shonliq sahifalarni yo'g'ib olgan perdelarni echish biz yashayotgan fikrlar jingi, turaqsiz o'lchamlar ve kafirlar bilan do'stlashish bilan to'lgan bu asar bizga yuklagan bir majburiyatdir. Bularning hammasining sababi bu ummatning azizlik manbasidan ve sharaf ulug'liq buluqidan ko'p yiroqlab ketganligidir. Shunga Allah bu ummatni eng xor ummat qilib qo'ydi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning sahabilari Allohning yo'lida ma'g'an va Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning yo'lini tutganlik sababli Allah ularni aziz qilgan. Allah ularga butun koinotni bo'ysundirib bergan. Balki Badr g'azoti va boshqa g'azotlarda ularga yordam berish uchun farishtalar tushgan. Allah ularga o'z kitobida eng go'zal madhiyalarni aytgan. Allah taolo mundoq deydi: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor? Ularning to'lisi fosiqlardir. Sura Al-Imron 110-oyat. Allah Taala yana mundoq deydi: "Ve kezalike cealnakum ummeten vesatan litekunu şuhada'a alennas ve yekunar rasulu aleykum şehida." Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lish uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sura Baqara 143-oyat. Ular bu oyatlar bilan dastlabki xitob qilinuvchilardir. Ular la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q degan so'zni ustun qilish uchun mol-mulki va yurt makonlaridan ayrildi. Jinini va qimmatli narsalarni pido qildi. Shunga ularga mashriqdan mag'ribgacha butun yer yuzi bo'ysundi va islom bayrog'i nihoyatda yuqorida lapildidi. Shu sababdan har zaman, har makondagi ummatlar va avlodlarni tarbiyalash uchun Alloh o'zi parvish qilgan Allohning do'sti, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida tarbiyalangan bu ulug' sahobalarning ahvolini bilishga muhtojmiz. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari haqida aytgan bu so'zi nima degan go'zal. Allah bandalarning qalblariga qarab, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qalbini bandalarning qalblari ichida eng yaxshi topdi. Shunga uni o'zi uchun tanlab payg'ambar qilib avatdi. Ondan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qalbidan keyin bandalarning qalblariga qarab, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining qalbini bandalarning qalblari ichida eng yaxshisi topdi. Shunga ularni o'z payg'ambarining yordamchilari, uning dini uchun jang qildigan qildi. Musulmonlar yaxshi deb bilgan narsa Allohning nazarida yaxshidir. Musulmonlar yomon bilgan narsa Allohning nazarida yomondir. Hurmatli qarindishimiz Mahmud Misri yozgan bu kitobda mo'l foydalar va ko'p yaxshilik bordir. Rahmat aytishga tegishli tirishchanlik bordir. Chunki u bu kitobni bir muqaddima bilan boshlab, bu muqaddimada Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatining fazilatlarini umumiy shaklda sahobalarning va insonlarning fazilatlarini xususiy shaklda bayon qilgan. Ikkinchi qatorda sahobalarni tillashning haromligiga keskin dalillarni keltirgan. Ondan kitobni jannat bilan bishorat berilgan 10 sahobani keltirish bilan boshlagan. Ularga ergashtirib 90 sahobani keltirib to'liq 100 sahobani bayon qilgan. Shuning bilan bu kitob ummatning tanlanganlaridan 100 kishining tarjimonini o'z ichiga olgan. Ularning hammasi oson shaklda keltirilgan. Bu kitob kam tepildigan foydalarni va hikmat fazilat marjonlarini o'z ichiga olgan. Yoshirmasdan va qiyinlashtirmasdan ilmiy jihatdan tekshirilgan bo'lganligi uchun biz bu kam tepildigan bir yurish kitobni qo'lga keltirishga hiris bo'lishimiz kerak. Alloh taolo uningga yaxshi mukofot bersin va bu kitob bilan manfaat bersin. Allah yo'lboshchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oila tavobatlariga va sahobalarga rahmat va salomatchilik ato qilsin. Abu Abdurrahman Muhammad ibn Abdul Maqsud al-Afifi. Bugungi anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Allohga omonat. Ulug' maqsad g'oyalar ular uchun xitobdir. Halol meyla ko'zlaydi. Avangard o'lga ular